Hey! Hali ham qo'lda ishlayapsizlarmi? Mana apparat bilan ishinglar 3 barobar tez bitadi. Kamroq odam, tezkor natija, ko'proq daromad. Mortal Master apparatlar bilan ishlang. Skuter olishga o'ylanib, arzonlashsa olaman deb yurganlar bo'lsa, mana bugun chegirma narxda videolarini chiqarib boramiz. Bu yerda 4 ta, 5 ta, 6 ta akkumulyatorli skuterlarimizdan mavjud bo'lib, akalar eng arzonchi, hamyonbop narxlari cho'ntak 14 modellar bo'ladi. 4 ta akkumulyatorlik 14 ballonli bo'ladi. Motor quvvati 240 va tezligi detskida 25 ta chiqadi. Agar tezroq yuraman deganlar bo'lsa, 55 tezlikka chiqarsak bo'ladi. Bitta quvvatida 30 km masofani bemalol bosib o'tadi. Xo'p, bular paytida 3 million 400 ming baho aytib sotilgan. Hozir chegirmada 3 million 200 mingga chiqarib beramiz. Kanalimizda doimiy kuzatuvchilari uchun 3 million 200 mingdan ham tushirib beramiz akalar. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Qora va seri ranglaridan bor akalar. Va bu yerda cho'ntak 14 ni full variant, ya'ni orqaga ham yuradi, ballonlari anchagina shiroki hisoblanadi. 4 ta akkumulyatorlik, motor quvvatlari bir xil bo'ladi, 240 watt. Bitta quvvatida 30 km masofa bosib o'tadi, orqaga oldiga yura oladi akalar. Telefon qo'yish uchun pastavkalari bor. Buni narxini akalar 3,5 million baho aytib, hop, 3 million 300 ming so'mga chiqarib beramiz. Cho'ntak 14 ni full varianti. Ana endi navbatda cho'ntak 16 mizni orqaga yuradigan variant, ya'ni oddiysi emas, bu ham 16 ballon, 8 diskalik, oldi tarafi jitkish tormozlik, orqa tarafi tros tormozlik, motor quvvati 240 va detskida 25 tezlikda chiqadi. Agar tezroq yuraman desiz, buni ham 55 tezlikka chiqadigan qilsak bo'ladi. O'rindiqlari ikkitalik, barcha skuterlarni kaska, jilet, zaryadka, bakovoylari bo'ladi akalar. Buni narxi 4,5 million edi, chegirmada 4 million 300 ming so'm qilib beramiz akalar. Orqaga yuradigan variantini, agar oddiy variantini so'rasanglar 4 million 200 ming so'mga chiqarib beramiz. Ana endi navbatdagi veloskuterimiz 20 ballon 8 diskalik, bu ham pro varianti, ya'ni orqaga yuradigan variant hisoblanadi. Ballonlari shiroki, yumshoq ballon, 5 ta akkumulyatorlik, motor quvvati 240 watt, amortizatorlari 2 tadan 4 ta bo'ladi. Bitta to'liq quvvatida 50-60 km masofani bemalol bosib o'ta oladi. Juda ham baquvvat skuterlarimizdan. Xo'p, buni tezligi detskiy rejimda 25 dan oshmaydi. Tezroq yuraman deganlar bo'lsa 55 tezlikka chiqadigan qilsak bo'ladi akalar. Buni narxi 5 million so'm, obunachilarimizga o'tib beradigan joyi bo'ladi akalar. Bu veloskuterlarimizdan ham bor, faqat bu ranglaridan tugab qoldi. Buni Anjoli akamiz zakaz qilgan. Xudo xolasa ertaga jo'natib beramiz. Bular 4,5 milliondan chiqadi akalar. Xo'p, navbatda bu yerda Duga 5 modelimizni pro varianti, ya'ni orqaga yuradigan varianti, 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Ko'rinishi xuddi shunday holatda. Hey! Hali ham qo'lda ishlayapsizlarmi? Mana apparat bilan ishinglar 3 barobar tez bitadi. Kamroq odam, tezkor natija, ko'proq daromad. Mortal Master apparatlar bilan ishlang. Buni o'tgan yili Li 9 deb ham atalar edi. 5 ta akkumulyatorlik, motor quvvati 240 watt, to'liq quvvatida 50-60 km masofani bemalol bosib o'tadi. Orqaga oldiga yurish xususiyatlari bor. Oldi tarafi jitkish, orqa tarafi tros tormozli bo'ladi. Akalar, buni narxini 5 million 400 ming so'm deb taqalgan joyini 5 million 300 ming so'mga chiqarib bersak bo'ladi akalar. Obunachilarimizga yana oz-moz tushirib beradigan joyi bor akalar. Ana endi Ninja modellarimiz, orqa oldi tormozi jitkishli bo'lsin deganlar uchun ko'rinishi xuddi shunday holatda, orqa oldi tormozi jitkishli bo'ladi. 5 ta akkumulyatorlik, mana orqaga yuradigan xususiyatlari bor. Tormozini mana bu yerdan bilsanglar bo'ladi, jitkishligini. Buni narxini akalar, hop, buni ham 5 million 400 ming so'm baho aytib 5 million 300 ming so'mga qilib bersak bo'ladi. Ninja modelini oldi orqa jitkish tormozli variantini akalar. Ana endi bu yerda Tank Pro variantimiz, orqaga yuradigan varianti bo'ladi. Seri ranglardan 16 ballon 8 diskalik, oldi tarafi jitkish tormoz, orqa tarafi tros tormozli bo'ladi. O'rindiqlari ikkitali akalar. Xo'p, motor quvvati 240 watt, 5 ta akkumulyatorlik, bitta quvvatida 50 km, 60 km masofani bosib o'ta oladi. Mana oldiga orqaga yura oladi. NFC kartalarigacha bor. Buni narxini akalar 5 million 400 ming baho aytib 5 million 300 ming so'mga qilib beramiz. Borinkani 5 million 200 ming so'mga qilib beramiz. Pro variantini. Oddiy variantini 5 million 100 mingga qilib beramiz. Chegirma bahosida akalar. Ana endi bu yerda JZ modelimiz bor. Ko'rinishi juda ham dersiy. Gabarit jihatdan ham ancha katta skuter, egarlariga ham ahamiyat berasizlar. Sandiqchalari ham to'rtburchak bo'ladi. Mana yonlari dugalik.
Xo'p, bunimiz 6 ta akkumulyatorli bo'ladi. Oldi orqa tormozlari Jitkis tormozli bo'ladi. Bitta to'liq quvvatida 60 kilometrdan 70 kilometrgacha masofani bemalol bosib o'ta oladi. Akalar, buni narxini 5 million 500 ming so'mga qilib beramiz. Mana balonlari ham anchagina shiroki, katta balon bo'ladi. Faralari ham juda o'zgacha ishlangan. Ana endi tank 5 ni full varianti orqaga yuradi va balonlari shiroki holatda bo'ladi akalar. Qolgan parametrlari bir xil. Xo'p, full variantini 5 million 500 ming so'm baho aytib, chegirma bahosida 5 million 300 ming so'mga qilib beramiz akalar. Bundan tashqari barcha turdagi 3 oyoqli skuterlarimiz, 2 oyoqli skuterlarimizdan bor. Sizga qanaqasi kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Dastavkalarimiz akalar pullik bo'ladi, sizni joylashgan joyingizga qarab. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani, markaziy stadionni yonida joylashgan. Albatta videoga like bosib, xuddi shunaqa skuter qidirib yurgan yaqiningizga ulashib qo'yishni unutmang. E'tibor uchun rahmat. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Doimo salomat bo'linglar.